Menga qarang. Lapay. Siz menga ayting, erkak kishi oilada qanaqa bo'lish kerak? Bilasizmi, erkak kishi uyda mana shu ustun bo'lib turganda Menga qarang, men domda yashayman. Domda yashayman. Qanaqa ustun? Ha, domda. Ha. Xo'sh, Erkak kishi uyning poydevori bo'lishi kerak. Agar devor mustahkam bo'lsa, uning fundamentlari baquvvat bo'lsa, u hali 6-qavatda yashayman. Fundamenti podval pastimizda u. Erkak kishi haqida gapiring, oilada o'rni qanaqa bo'lish kerak? erkak kishi bamisoli bir uyni yoritib turuvchi chiroq bo'lishi kerak. Ayolchi, ayol qanaqa bo'lish kerak? Ayol kishi uyning farishtasi. Siz mana chirog'i bo'lsangiz, mana shu farishta sizni chirog'ingiz atrofida aylanishi kerak. Tushunyapsizmi? Sizni lampalaringiz atrofida o'ynash kerak. Yashang, o'lmang. U meni atrofimda aylanmayapti, o'zi kallasini atrofida aylanib qolgan u hozir. Nimaga? Men erkin bo'lishim kerak, men sportga borishim kerak, men ma'naviy hordiq uchun konsertlarga borishim kerak. Umuman uyga qaramay qo'ydi. Ko'chada yuribdi. Konsertga boradi, basseynga boradi, fitnesga boradi. Uyga men yig'ishtiraman, supursidir, ovqat qil, bolalarga qara. Men nanga bo'lib qoldim. Bu juda bir nima desam bo'lar ekan, bu og'ir vaziyat. Nima qilay? Bu og'ir vaziyat deganda ketida uyat so'zi turibdi. Sizni ayolingizga psixolog kerak. Bilasizmi? Psixolog ham qanday bo'lishi kerak? Xo'sh, Oliy, toifali, o'qigan, bir necha diplomlarni qo'lga kiritgan eng zo'r psixolog kerak. Ya'ni kim? Xolmat Aziziy. ana o'sha ayolim 3 kun oldin sizni kursingizga kelgan. O'shandan keyin o'zgardi ayol. Yo'q, Tushundingizmi? Kursingizni to'g'rilang, tushundingizmi? Yo'q, endi To'g'rilasangiz to'g'rilang. sekinroq Yoki gapiring. men o'zim to'g'rilab qo'yaman kursingizni. Sekinroq gapiring. Boshqalar eshitmasin. Eshitsin. Kerak bo'lsa pulingizni qaytarib beraman. Mana qarang. O'sha 150 ni qaytaring. Xo'p, bo'ladi, men 150 ming so'm nima, u hech narsa emas, qaytarib beraman albatta. 150 ming so'm emas, 150 dollar.